Kelinglar. Xizmat. Direktor janoblari, bu maktabni boshqara olmayapsiz. O'quvchilaringizni kaltaklayapti. Tushunmadim. Kimni kim kaltaklabdi? Meni o'g'limni. O'g'lim Sardor Yusupov, 10-B sinf o'quvchisi. Mana bu o'qituvchingiz Ma'rifat Abdullayevna. O'g'limni qo'liga uribdi. Men Ma'rifatning turmush o'rtog'iman. O'g'lingiz ayolimni qishloq ustoz deb haqorat qilgan. Keyin Sardordan xonadan chiqib ketishini talab qildim. Sardor ketayotib doskadagi darsni o'chirmoqchi bo'ldi. Men o'chirmasin deb qo'lidan tortdim. Bor gap shu. O'zi qayerlisizlar? O'zbekistonlimiz. Baxtiyor aka, o'g'lingizni erkak qilib tarbiyalay olasizmi? Tushunmadim. Bu nima deganingiz? O'g'lingiz 16 yosh bola. Ovoz do'rillab, mo'ylab ham chiqqandir. Ayol kishidan kalta yedim deb bu yoqqa sizni boshlab kelgani g'alati emasmi? Akmal Bozorboyevich, men hammangizdan uzr so'rayman. Nimaga uzr so'raysan? Nima qilgan aybing uchun uzr so'raysan? O'zi nima uchun o'qituvchi uzr so'rash kerak? Open budjetda uyma-uy yurib ovoz yiqqani uchunmi? Yarim soat oldin chaqirilgan majlisga 20 minutda yetib borgani uchunmi? Olgan 3-4 so'm oyligini ham maktab remontiga bergani uchunmi? Yo sizni bolangizga o'xshagan odobsiz bolalardan haqorat eshitgani uchunmi? O'zi umuman o'qituvchini qadrlashni qachon o'rganamiz?